Va bugun biz bu binoning tomida yashab qolish uchun harakat qilamiz. Zombilardan himoyalanish uchun baza yaratamiz va har xil ovqat, narsalar topish uchun zombilar shahriga tushamiz. Albatta video qiziq bo'ladi, oxirigacha ko'ringlar, negerlar. Qiziqaman-da. Sizlar uchun video chiqarsam, sizlar videoni ko'rib kanalchalarimga obuna bo'lmasanglar. Nega? Shu plus oq tugmachani bosib qo'yish qiyinmi? Kanalga qancha obunachi ko'paysa, kuniga video bo'laveradi. Shuning uchun plus tugmachani bosib qo'ying. Yo, what's up, nigger? Bo'l obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha hacker obunachilar. Bugun biz yangi zombi apokalipsini boshladik. Ko'rib turganingizdek, biz boshqa joydamiz endi. Obunachilar, oldingi zombi apokalipsi o'sha tamom bo'ldi. Uncha yoqmadi menga unaqa jivaniya qilish. Ko'rib turganingizdek, endi biz katta binoning tomidamiz. Va bugun biz mana shu yerda o'z jonimizni asrab qolishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda qanaqadir oxirgacha qurilmagan chodircha bor. Xo'p, bu bizga gaz qochish kerak, chunki biz har doimki tunab qolishimiz mana shu yer bo'ladi. Ya'ni yomg'ir yog'sa biz o'rtalarda tunamaymiz. Korоче, menga bu yer yo'qdi, chunki bu yerda zombi chiqishi kam va baribir eng tepada turish hammadan yaxshi. Va ana bu yerda ko'rib turganingizdek katta qizil narsa bor. Bu nima desanglar bo'la obunachilar. Bu kartada bizga har xil narsalar beriladi. Ya'ni bu yerga borsak, bizlarni nimadir kutib turibdi. Va men shu yerdan qarashim bo'yicha u yerda samolyot bor. Okay, agar ko'rgan bo'lsanglar, samolyot turibdi u yerda va biz birinchi o'rinda o'sha yerga borishimiz kerak. Chunki samolyot juda kerak. Biz endi shuncha baland binoga piyoda chiqmaymiz, shuncha baland binoga. Samolyot bilan chiqqan baribir yaxshi. Mana bu yer esa menga yo'qdi. Buni oxirigacha quramiz, lekin bizda umuman taxta yo'q. Ko'rib turganingizdek, bizda qurollar ham bor. Eski qurollarimiz qaytib keldi bo'ldi. Va bizda 4 tagina fakil bor. Bu hech nima bo'lmaydi-yu, no mayli. Bosh kiyim kiyib olay. Korоче, bo'ldi, obunachilar, biz birinchi o'rinda o'sha yerga borishimiz kerak. Chunki u yerdan biz samolyotni olamiz. Undan oldin biz o'z binomizni tekshirib chiqsak, biz qayerdamiz hozir? Tushsak aniq olamiz, Okay. Va bu yerda qanaqadir banditlar, zombilar bo'ldi. Bu yerda bolalar ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak. Xo'p, bu yerlarda qanaqadir joylar. Wow! Bola lift yo'q. Okay, asta pastga tushib olamiz. Mana shu zina orqali. Stop. Bu yer qulflangan ekan. Okay, unda obunachilar ozgina ideya qilib olamiz. Hozir biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda men bitta kirka solishim kerak. Mana bu yerda taxtalar bor ekan. Mana shulardan foydalanib turamiz, bolalar. O'zimizga bitta verstaga solamiz. Okay, mana bu yoqqa qo'yamiz. Endi biz o'zimizga kirka solishimiz kerak. Wow, bu yerda suv yo'q ekan. Mana buni olamiz. Let's go. Bizda yana 3 ta taxta kerak. Stop, ana bu yerda banditlar bor-la. Da, okay, banditlar hali ham tirik. Demak, bo'lar, bizning jivaniyamiz bu omon qolishimiz juda qiyin bo'ladi. Obunachilar, oxirigacha ko'ringlar, juda qiziq bo'ladi-yo. O'zim ham qiziqib ketaman. Nimalar bo'ladi hali bu yangi jivaniyada zombi apokalipsida. Toshlik kirka tayyor. Sen menga kelyapsan. Okay, bolalar, hozircha bularni sindirib turamiz. Keyinchalik bularning o'rniga boshqa tosh qo'yamiz. Chunki bizda hozircha tushish uchun ham hech nimamiz yo'q. Bu yerdan tushishimiz kerak biz pastga. Chunki ana bu binoga ham chiqishimiz bu hal bizani. Bulardan olamiz, bulardan ham. Menimcha yetsa kerak. Bitta tapor solaman. Bizga yana taxta kerak. Okay, toshlik taporimiz tayyor. Xo'p, bizda hozircha hamma narsa bor, lekin bugun biz pastga tushmasligimiz kerak. Bolalar, chunki o'sha kech bo'lyapti va hamma joy xatarli bo'lib qolishi mumkin va biz hozir kerakli joylarga fakillarimizni o'rnatib turamiz. Xo'p, mana bu yerga bitta tepada nima bor? Tepada hech nima yo'q. Okay, biz mana bu tomga o'tsak ham bo'lar ekan bolalar. Va u tomgacha juda ancha ekan, baribir pastga tushishimizga to'g'ri keladi bizani. Shuning uchun bemalol bugun joyimizga, mana bu chodirimizga yotsak ham bo'laveradi. Xo'p, mana bu yerlarni tekst olsak bolalar. Bizga mana bular umuman kerak emas. Bular temir aytkincha. What the fuck? Mana bular temir. Shit, keyin xayolim kelibdi. Fuck, mana men temir joyiga kelib qolman bo'lmasa. Yaxshi, bolalar, biz hamma narsamiz temirlik qila olsak bo'ladi. Temirlik kerak. Bizga yana ikkita taxta kerak. Xo'p, mana bu yerdan bittasini olamiz. Va buni tagida bor ekan. Buni ham olamiz. Endi biz tepaga chiqib olsak, let's go. Bizda temirlik tapor ham bo'ladi endi. Temirlik tapor. Okay. O'ynashlar. Mana shu yerdan biz mana bularni o'tsak tayyorkanmi? Da, tayyorkan. What the fuck? Qanaqa buncha uzoqdan o'tishi mumkin? Nima bo'lgan bular? Dadasi mergan bo'lganmi deyman bularni? Bular uxlayman men. Korоче, bolalar, biz pastda ham juda aql bilan yurishimiz kerak, bolalar. Chunki pastda ko'ryapsizlar, juda zo'r merganlar bu pastda ham. Banditlar o'sha oddiy bandit emas. 200 metr, 300 metr naridan ham o'tib tashlayapti floslar. Va biz endi ana bu tomonga borishimiz kerak. Xo'p, qanaqa qilib pastga tushsak, mana bu yerdan endi pastga tusha olamiz, chunki bizning kirkamiz bor. Mana bu yerda lift yo'q. Mana shu yerdan asta tushib olamiz. Bularni tepaga chiqarib turamiz. Okay, ikkinchi qo'lga fakil ushib olay. Bu yerlar juda qorong'u ekan. Let's go. Bu yerdan, mana bu yerda ekan tushish. Okay. Xo'p, bu yerda ham yana o'sha lift. Bolalar, buni tagi ko'rinmayapti. Qanaqa tushaman buncha joyga? Wow, bu yerda qanaqadir uylar. Let's go. Okay, bu yerga kirish kerak ekan birinchi. Bola ko'dilami? What the fuck? Tirilmaydimi bu? Basharingga yo'g'i. Bu o'zini osib yurganmi? What the
fuck? Mana buni qaranglar. Nima bu? Bu oddiy eksponat ekan. Shit, mana uni qaranglar. Sheranga yo'q. Bu yerda nima? Bu yerda mebellar bor. Ichida ichdimi yo'qmi? Yo'q, ichdimi? Buni o'tirishga olib ketaman. Bular kirmaydimi? Kirar ekan. Bularni ham ichida ichdimi yo'q? What the fuck? Bo'ldi, mana buni qaranglar. What the fuck? Okay, bu yerlarda ichdimi yo'q? Mana bularni ham ichida ichdimi yo'q? Okay, bu yerda tezroq ketdi. Jim bosgan joylar yo'q bu yer. Bu ham shunaqa emasmi? Bu yer sokin. Bu yerda sandiq bor, suv bor. Burger! Bu yerda qanaqa daraxtlar bor? Yaxshi, bizda daraxtlar bor. 52 ta daraxtimiz taxtamiz demoqchi edim. Bu yerda suv ham bor. To'xtanglar, mana bu yerda chilak. Bularchilar bizda chilak ham bor. Yaxshi, chilakda mana bu yerda suv olib ketamiz. Hay, suvni qaranglar. Bolla, bu yer qanaqa joylar? Bu yerlar keyin kiraman. Oldin biz pastga tushib olishimiz kerak. Okay, bolla. Biz mana shu lift orqali endi pastga tushsak bo'ladi, ya'ni suv bilan. Okay, bu yerda zombilar yo'q menimcha. Asta pastga tushib olamiz. Buncha qavat bor, bolla. Bu yerda nimalar borligini tasavvur ham qila olmayman. Okay, biz pastga tushdikmi? Shit, suvimni olib kelishimdan chiqib ketdi. Tepaga chiqib suvimni olib kelay endi. Okay, biz chiqib oldik. Inshaalloh endi pastga tushsak bo'ladi. Okay, biz eng pastdamiz ham. Okay, bola, biz chiqdik binodan. Qani bilgi. Bu yerda asta sokinlik bilan yurmasak bola, bu yerda banditlar bor. What? O'sha banditlar. Yo'q, mana de. Xavfsizlikdamiz bola. Qanaqa qilib biz chiqib olishimiz ham mumkin endi. Otib tashlardi mana shu yerdan ko'rinsa. Okay, biz mana bu yerga bitta qo'ya olamiz-da. Qansani? Bizning jonimiz akami. Shiringa yo'g'im. Qansan? Okay, no. O'ldirdi. Let's go. Basharaga yo'g'im. Po'q. O'lib qolishimiz sal qoldi. Bola, biz qanaqa boramiz yo'qqacha? Bandit to'lyapti pastda. Asta-sekinlik bilan bizning jonimiz ham to'lmayapti, nimagadir. To'l. Nicho bola. Mana bu binoga chiqishimiz kerak bola. Biz samolyotni olishimiz uchun. Xo'sh, tezroq bu binoga o'zim mana borligini bilmayman. Tezroq o'sha samolyotni olib uyimga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Jonim nimaga to'lmayapti meni? Sizga farqi yo'q bola, farqi yo'q. Asta chiqib olamiz. Bu yerda hech kimlar yo'qmi? Uzilib ketdi mana bu. Nimaga uzilib ketdi? Bola chirmoqlarda chiqib bo'lmas ekan. Mayli, piyoda chiqishimiz to'g'ri keladi. Let's go. Okay, tepadan juda go'zal ko'rinyapti mana bu yerlar. Bola, jonim to'lishini o'rniga ketyapti. Biz chiqib oldik, pashti. Yana ozgina muddatlar va bizda samolyot bo'ladi. Da ozgina qoldi. Let's go. Floss. Buni biz belaymiz. Mana bu yerga qo'yamiz, Bu kerak menga. Bu mebelim-ku. Buni qo'yamiz. Okay, asta tepaga chiqib olamiz. Let's go. Let's fucking go. Uzilib ketdi mana. Fuck. Samolyot! Yehoo! Bola samolyot! Samolyot emas bu. To'g'riga parraga o'rnatib qo'yganga o'xshayapti-yu bu. Nima bu? Uchsa bo'lar ekan. Let's go. Qanaqa uchiraman endi men buni? Belgi yo'qoldi bola. Yaxshi. Uchyapmiz bola. Bola, biz uchyapmiz. Endi uyimizga bemalol osongina borsak bo'ladi. Asta kontrollayman mana bu yerga. Let's go. Bola, qo'namiz. What the fuck? Bizning samolyotdamiz ham bu. Bu qiziqarli kanal kimniki deysizmi? Albatta bu Boqirchikning asosiy kanallari. Shu video tagiga hozir ko'rgan videolaringizni silkasini tashlab qo'yaman va silkani bosganingizda siz aynan shu horror videoni ko'ra olasiz. Albatta kanallariga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin va shu horror videoning kommentariyasida Hakerning obunachilari aqlli va farosatli deb yozib qoldiring. Endi esa videoga go! Stop. Qo'y nega? Sen hali ham obuna bo'lmading-a shu pastdagi kanalga? Pismiq. Buni to'g'rilab turish kerak ekan, bolalar. Okay, 100% to'g'rilandi. Bo'lmasa buzilib ketar ekan bu. Okay, bolalar. Obunachilar endi bizga yangi missiya berguncha o'zimizni eplab turishimiz kerak. Ya'ni jonimiz to'lmayapti nimagadir. Endi jonimizni chet orqali to'ldirmasak boshqa iloji bo'lmayapti. Ko'rib turganingizdek, endi faqat chet bilan to'ldirishimizga to'g'ri keladi. Unda ham faqat biz mana shunaqa oddiy joylarga, ya'ni xavfsiz joylarga turgan paytimiz to'ldiramiz. Bo'lmasa mana bunaqa joylarga to'ldirsak, o'sha bilmam, erkak ish emas bo'lib qoladi. Короче, bola, endi obunachilar biz pastlarga tushib, yo'q bu yonni kuzatishimiz kerak. Nimalar bor pastlarda? Eng pastga tushib biz daraxt olib kelishimiz kerak. Mana bu chodirimizni qurishimiz uchun. Go bola, ya'ni lift orqali tushib olamiz. Mana bu yerga lift qo'yib qo'yay endi men. Go. Endi shu orqali biz chiqib tushishimiz ham mumkin. Stop. Nima aynan shu orqali biz endi samolyotchamiz ham bu-ku? Bu samolyot emas bola, bu uchuvchi tog'ora. Ketdik bola. Asta buril olamiz. Okay. Chishni qaranglar. Uch. Buzilib qolmaymi? Bor kuchi bilan pastga tushsa. Okay, mana buni lekin haqiqiy uchuvchi tog'ora desa bo'ladi. Mana tushib oldik bu yoqqa. Endi buni ozgina to'g'rilab olaylik. Okay, to'g'riladik. Obunachilar, endi bizga ko'proq daraxt kerak. Bunaqa daraxtlar emas, nega faqat shunaqa daraxtlar? Stop, mana bu yerda shermi? What the fuck? Da bola, sher. Ko'zida qaranglar. O'lmayapti. O'l. Okay, o'ldi. Xo'p, bola, obunachilar, bu yerda nimalar borligini tasavvur qila olmayman. Boshqa hech kim yo'q bu yerlarda. Okay, bola, biz mana shunaqa qora taxtalar olib ketamiz. Obunachilar, neto tushunmaylar qora deganmi? Wow! Zombilar ovoz kelyapti bola. Qayerdandir? Zombi ovozi kelyapti. Men 200% eshitdim zombi ovozini. Uni bilmam, lekin mana bu daraxtlar bitta
bitta sindirsak hammasi buzilib ketar ekan. Bunday mazza qaranglar. Biz endi daraxtlarga buncha aziyat chekmaymiz. Bizda juda ko'p daraxtlar bo'lar endi. Let's fucking go. Buni biz olamiz. Buni biz olamiz. Olamiz, chiqamiz, ochamiz. O kech bo'lib biz tez samolyotimiz. Yo, samolyot emas, uch to'g'ramizda olib ketmasa bu yerdan ulamiz. Buzilib qolmasa endi yetishgan paytim bu samolyotchamga. Bunga ozgina yo'lak kerak ekan uchish uchun. Okay, uchdik bo'ldi. Let's go. Endi biz tepaga chiqib olishimiz kerak. Vau, bola, kim ham o'ylabdingizlar? Bunaqa mazza bo'ladi. Mazza qilyapman lekin. Endi biz bolalar bu samolyot qo'yayotgan, ya'ni uch to'g'ramizni qo'yayotgan joy ham qilishimiz kerak. O'laydi uch to'g'ramni. Xo'p, obunachilar endi bizda qaranglar qancha taxta bu. Birdaniga 27 tadan. Yo, bizda juda ko'p taxtalar bo'lib ketdi. Ko'rchi obunachilar endi biz mana buni o'rniga oqni o'rniga qora qo'yib chiqishimiz kerak. Menimcha bu yerlarda zombilar paydo bo'lmaydi. Yo, bu yoqqa fakil qo'yib chiqishim kerak men. Mana bu yoqqa bitta fakil, o'rtalarga bitta fakil, bular qo'yib bo'lmas ekan. Mana bu yoqqa bitta fakil va chodirimizni ichiga bitta fakil. Okay, let's go. Menimcha endi bu yer meni aynan o'zimni bazam bo'ldi. Obunachilar biz uxlashimizdan oldin mana shu chodirimizni qurolsak bo'ldi. Bu yoqqa. Let's go. Kechasi hamma joy chiroyli ko'rinar ekan, qaranglar. Wow, po'qam chiroylimi. Xo'p, yaxshilab qurib olishimiz kerak biz chodirimizni. Wow, dahshat tushibdan qaranglar. Yotoqxonamiz ustiga sakrar ekan. Let's go. Mana. Xo'p, o'sha chodirimiz bityapti. Yaxshi, chiroyli chodir bityapti. Stop, to'g'ri qilibman. Let's go.